Ahmadjon Hasanov tibbiy psixologik markaziga 3-iyun kuni keluvdingiz. Aha, Mana bugun 15-iyun. aha. Ya'ni 11 On. kun shug'ullandingizda. Mhm. Mana shu 11 kunni ichida nima natijalar topdingiz yoki bo'lmasa kelgan kuningiz nima kasalliklar bilan kelgan edingiz? Men kelgan paytimda menda 3 yildan buyon qand kasalligi bezovta qilar edi. Aha, Grija bor edi. aha, Bel, oyoq, uyqusizlik, aha, holsizlik, aha. tushkun kayfiyatda yurardim. Xo'p. Mana hozir endi o'sha birinchi qandli diabetni aytdingiz. Qandli diabet nima bo'ldi mana shuncha kundan beri? Qandli diabet birinchi kundan уже natija olishni boshladim. Birinchi Eh, kundan olayotgan insulinlarim, dorilarimni ichmadim. aha, Keyin yurganda qo'llarim, oyoq bellarim og'rib bo'lar edi, og'rir edi. aha, Grejam bezovta qilar edi. Birinchi aha, kundan уже menda o'sha narsalar yo'qoldida, kayfiyatim aha, ko'tarilishni boshladi. aha. Uyqum yaxshilandi. Uyqu ham yaxshilandi. Uyqum ham Bir yaxshilandi. kundami? Bir Yo'q. bir kunda Oho, uyqusi o'sha birinchi kundan men hech qanaqa dori ichmadim. молодец. Insulinlarni ham olganim yo'q. Mana insulinni olmasa odamlar ahvoli og'ir bo'lib qoladi, ba'zi biri komaga tushib qoladi. Sizda birorta bir organizmingizda o'zgarish bo'ldimi? Og'izda quruqshashmi, behollikmi, bironta narsa sezildimi insulinni to'xtatganingizda? Yo'q, hech qanaqa narsa sezilmadi. Aha, Naborat shirinliklarni yeyishni boshladim. aha, aha, Kayfiyatim ko'tarildi. Mana aha. yurganda ham bir ostanovgacha yursam, уже belim qotib qolardi, oyoqlarimda og'riq bo'lar edi. Mhm. Hozir Allohga shukr 8000, 10000 qadamgacha yuryapmiz. Mana Yo'q, nimam bor. o, молодец, Allohga молодец. shukr. Shirinliklar yeyapman deyapsiz. Mana biz mana shu yerda doim navbat qo'yib qo'yamiz. Navbatni choyga qo'shib ichyapsizmi? Navbatni choyga qo'shib ichyapman, uyda ham ichyapman, yo'ldagi shirinliklarni ichyapman, maxitolar ichyapman. Молодец. To'xtatganim yo'q. Qovun, tarvuz qanaqa nima bu dasturxonga qo'yilsa, Aha, menda cheklov yo'q. Menga mumkin emas degan narsani miyamdan olib tashladim. молодец, Allohga молодец. shukr. Hamma sog'lom odam qanday bo'lsa, o'sha holatdaman. O'sha holatda nima shirinlik, o yoshlik davringizda qanday iste'mol qilgan bo'lsangiz, shirinliklarni shunday iste'mol O'shanday qilyapsiz. qilyapman. O'zidan o'zi oyoqlar baquvvat bo'lib qoldi, bel og'rimay qoldi. Shunday demoqchimisiz? Holsizlikdan qutuldim. Behollik o'zidan o'zi yo'qolib qoldi. Yo'qoldi. Kayfiyatim ko'tarildi. Aha, Keyin mana bu uxlayotganda dorisiz uxlolmas edim. O'sha aha, birinchi kundan buyon dori umuman miyamdan chiqarganman. aha. Sog'lomman, kundan kunga yengilman, yaxshiman. Pishib uxlayapsizmi? Voy, uxlashni aytmang. O'tirsam ham uxlayman, tursam ham uxlayman. Umumiy olganda necha kun, 2 kundami, 3 kundami soppa-sog' bo'lganingiz? 3-chi kunda hamma bezovtaliklarimdan qutuldimda. 3-chi kundan 3-chi soppa-sog' kunda bo'libsiz. soppa-sog'man. Allohga shukr. Odamlarga dori darmonsiz odamlar sog'ayasizlar desam ishonishmaydi. Yoki bo'lmasa ba'zi birlar ijtimoiy tarmoqda aytadi, mana shu odamlarga qancha pul to'lab gapirtiryapsiz deydi. Men shu yerdagi odamlarga mana sizdan oldin ham gapirishdi, ularga ham pul berdimmi yoki men sizga pul taklif qildimmi? Yo'q. Men bu kasalliklar bo'yicha yillar davomida hamma nimasi bo'yicha davolanib chiqdim. Aha. Qayta bo'lib, oxiriga holsiz, tushkun kayfiyatda yurib, shu bir ruhiyatimni ham to'g'rilaychi, bir boshqacha nima ham Mhm. ko'raychi, shuni ham qilib ko'ray deb Mhm. keldim. Aha. Allohga shukr. Birinchi konsultatsiyada menda ishonch hosil bo'ldi. Aha. 3-chi kuni qatnashganimda, Aha. 4-chi kunda yengillik bilan ketib, hali shirinliklar ichib, yaxshi yurishni boshladim. Aha. Xullas 3 kundan keyin sog'lom insonlar qanday bo'lsa, o'sha holatda yuribman. Oldin kasal bo'lib qolganingizga noto'g'ri dunyoqarashlar, noto'g'ri tushunchalar, O'zgar. sahrni diabet to'g'risidagi noto'g'ri tushunchalar sizni o'sha holatga keltirganiga amin bo'ldingizmi? Amin bo'ldim. Qisqasi insonni ichida kasallikning sababi turar ekan, o'sha sabablarni tushunib yetdingizmi? Yetdim, Allohga shukr, yetdim. Endi bundan buyog'iga soppa-sog' yurishga ko'zingiz yetadimi? Yetadi. Soppa-sog' o'ynab, kulib, hali oldinda juda ko'p hayot kechirishimizga ko'zingiz yetadi. Yetadi, miyamni to'g'riladim. Rahmat. Ongim ochildi, ruhiyatim ko'tarildi. Rahmat. Boshqa odamlarga biror narsa deya olasizmi? Ishonishmaydi-da, bekoriga qancha pullarni sarflab yurishibdi, yana ustiga ustak bilmayman. Mani hayolimda ular yana qanaqa kasallik qo'shilar ekan, bir ko'raychi deyaptimi yoki dori darmonlarga qancha pul sarflayman, o'shani ham bir ko'raychi dermikan, bilmayman, ishonolmaydi-da.
hamma odamda o'zida ustoz. Aha. Masalan, men jonimdan o'tib ketdi shu kasalliklar, даже ishxonamga ham borgim kelmasdi, hech kimni yoqtirmas edim. Aha. Qayta bezovta bo'lardim. Qayta lecheniyalar, qancha sarflagan pullarim hammasi jonimdan o'tib, mana shu yerga kelib maqsadni qo'ydimda, Allohga shukr hammasi bo'lar ekan. Insonlar o'zini sevsa, yaxshilasa, o'ziga yaxshilik tilasa kelsin. Aha. Sog'lik o'zlariga kerak hammani. Rahmat. Ishonch bor joyda, ixlos bor joyda natija bo'ladi. Xolos. Hayot qanday? Zo'r. Hayot Dunyo go'zal qarashim bo'lib ketibdi. 200% o'zgardi. Zo'r.